2022-yil erta bahori edi. Adashmasam yo 2021 oxiri. Shu mahallaga, shu joyga kelguncha hozir ancha mahallaning ichkaridan kirib keldimda, juda ko'p fasadlar. Endi fasadchi bo'lganimizdan keyin qarab yuramizda, qaraydigan joyimiz fasadlar. Juda ko'p xonadonlarni fasadi mana shu tom 3 metr bo'lsa, past yerdan 1,5 metr, 2 metr joyi yomg'ir tegaverib, boshqa rangda bo'lib qolgan, tepasi boshqa rangda turibdi. Nimani hisobiga? Yomg'ir tekkan, quyoshda qurigan, mana shuni hisobiga. Endi mana buni ko'ring endi. 2022-yilning erta bahori yo 2021ning oxiri. Mana shu o'zlari bizdan olib ketishgan. Biror bir farqni ko'ryapsizmi mana? Past bilan mana shu devor yomg'ir bilan yuvilaverib, mana sokinlardan e'tibor qilsak bo'ladi mana. Yomg'ir bilan yuvilaverib to'kilib tushyapti past. Lekin tepasidagi gipki kamin qanday yopishtirilgan bo'lsa, shunday turibdi. Endi yaqinlashamiz bunga. Juda dahshat turibdi. Bu materialni o'sha paytda mendan o'zlari olib ketib yopishtirishgan. Hozir uyda egalarni ham chaqirib gapga tortishga harakat qilamiz. Yopishtirilgan, shunday turibdi mana. To'kilib tushgan yo ko'chib ketgan joyi ko'rinmayapti mana bu yerda. Xavfli hududni ko'rsak ham. Ko'chib ketgan ekan. Mana bu yerda bir donasi. Mana bu yerda kimdir mana yirtib ko'rgan. Qolgan joyi turibdi mustahkamligicha. Endi hozir uy egasini chaqiramiz. Tak, Doston ko'chasi, Uchqo'rg'on mufega ekan bu. Bu Chindavul eng tepa qismi. Bu yer endi qaysi Chindavulga kiradimi bilmayman. Uchqo'rg'on mufega ekan. Chaqiramiz. O tepa qismiga ham yopishtirib qo'yilgan mana. Juda yaxshi holatda turibdi, mustahkam. Uyda hech kim chiqmayapti. Hovlining ichkarisi ham bo'lgan. Bu tarafi bo'lgan, o darvozaxonaning tepa qismi bo'lgan. Xullas, mana shunaqa gaplar aka. Fasad qildirmoqchi bo'lsangiz, rang muammosi egiluvchan toshda hal bo'lgan. Albatta qiziqing, mustahkamligini mana albatta o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling.